Assalomu alaykum. Bu Zikr 001 jimlikda yotgan xavf. U nafaqat avtopilotga ega, balki yolg'onlarni ham ajratadi. 0 dan 100 gacha 308 soniya. Bugungi obzorimizni boshladik. Dizayni faqat yo'ldagi o'yinda qo'llaniladigan qoidalar. U barcha boshqa mashinalar orasida ajralib turadi. Faqat bu uning tabiati. Tormoz yo'q, faqat tezlik, faqat kuch. U yo'lni o'zi kashf etadi. U yaratuvchi 574 ot kuchi va 620 km masofa zaxirasi. U sizni kuzatadi, har bir qaroringizni sezadi. Unga signalni yuborishning hojati yo'q. Sizdan anglab yetadi. Ovozli boshqaruv, 15.4 dyuymli ekran, 12 soniya ichida har bir buyruqni bajaradi. Bu mashinada siz endi haydovchi emassiz, siz u bilan birgalikda ishlaydigan bir qism. U-Position eng nozik materiallar, texnologiya yangi darajada. Orqa o'rindiqda ham siz markazdasiz. To'liq boshqaruv qo'lingiz ostida. Yamaha akustika tizimi, U-Position joylashuv hamda pnevmopodveska orqa o'rindiqda ham to'liq komfort yaratadi. Zikr 001 u bilan raqobatlasha olmaysiz, unga ergashib ham bo'lmaydi. Endi bu shahar unga tegishli, o'zgacha ruh, bu nafaqat transport, balki yangi hayot. Hayot bir qadamda o'zgaradi, tezlik bir qarorga bog'liq. Endi hamma o'zgarmoqda. Zikr 001 raqobat emas, yangilik. Test drive'ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.